Assalomu alaykum. Sizni sevgili Cherry avtosalonidan 8 Pro Max'imizni, ya'ni obzor qilib beramiz. Uzr adashib ketdim akalar. Ya'ni hozirda 8 Pro Max'imizni 2 litrlik turbo botdi, ot kuchi ya'ni 245 ta. Ham tez yuradigan akalar uchun zo'r mashina. Ham 7 ta o'rindiqli bo'ladi hozirda mashinamiz. Mashinamizda rasxodi shahar bo'yicha 10,5-11 ta rasxod qilyapti. Trassani o'zingiz yursangiz 8,5-9 ta. Ya'ni o'zida ko'rinib turganingizdek ko'rinishlari ancha chiroyli. Ledlar bilan jihozlangan, ancha yo'lingizni 300 metrgacha, 600 metrgacha yoritib chiroyli qilib beriladi. Ya'ni mashinamizda kelemansga ko'rsatib o'tib ketaman diskalarini. Diskalarimizni ko'rsangiz bo'ladi, 19 bilan jihozlangan bo'ladi. Diskalarimiz alyuminiy bo'ladi va mashinamizga kichkina chuqurga tushsa ham hech qanaqa salonga bildirmaydi. Chunki nimani hisobiga? Ya'ni bizning hadovoylarimiz McPherson hadovoy bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni nezavisimiy bo'ladi orqalari. Oldilari polni McPherson bilan jihozlangan. Bardoviy rang bilan jihozlangan bo'ladi. Salonlari, ya'ni ranglari ancha quvonch ochadigan, nasriyani ko'taradigan bo'ladi. Salon dizaynlarini ko'rib turganingizdek, elektronik sistema, massajyor, atamanka, avduf, abagrev hamma narsa bor. Tog'li uzoq hududlarga ketsanglar ham sizlarga ancha udobniy bo'ladi. Mashinamizning o'zini sistenalari elektronik bo'ladi. Bellarni chiqarib, massajyorlar bilan bemalol ketsanglar bo'ladi. Mashinamizning bu ikkinchi qatoriga kelamiz. Ya'ni orqalarda abagrevgacha, biznes klass salonlargacha, ya'ni o'zini pastakanchi, o'zini abagrevlari, bemalol uchinchi qatorimizga ham ikkinchi qatordan o'tirib bemalol, ya'ni baquvvat akalarim bo'lsa ham bemalol orqaga o'tirib sig'ib ketaveradi. O'zini ko'rib turganingizdek salonlarini ham, o'zini podsvetkalari bor, 8 xil nasrini panasrini qilib turib qilaverasizlar akalar. Ya'ni orqada jalli, katta insonlar ham kim bo'lsa ham orqada o'tirsalar ham orqadan eshikni ochishganda o'zini orqa sensorlari bo'ladi. Ya'ni ogohlantirish beradi sizga. Mashinadan orqadan mashina kelyapti, ya'ni tushmadi sizga bu yerda oranjiy rang bo'lib turib, sizga ogohlantirish beradi. Keyin orqa qatorlar bagajlarni ham ko'rsatib beraman sizga mashinamni. Bagajlarimiz elektronli bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 7 ta qator, ya'ni 3 ta qatori qo'shganimizda bagajimizda 193 litr, ya'ni qoldiq litr bagajimizda qoladi. Agar shunda yotqizganimizda почти 500 litr, 600 litrdan katta bagaj bo'lib ketadi. Jalli, orqada jalli, u bukimli ham turib qolsa, siz salon orqali bagajni ochib yopganingiz o'zingizda ham primoy atkazi bo'ladi bagajimizdan. Bagajimizni qo'lda bozorliklar bilan kelib qolsak nobodo bo'ladi. Bizga o'xshab masalan oyoq bilan ochib o'tirmaysiz. 3 sekund ichida mashinaning orqasida bagajni tursangiz, avtomatik ochib yopib qilib beradi mashinamizni. Saloniga kelamiz, saloniga termanskiy funksiyalarni aytib ketaman. Mashinaga o'sha o'tirganimizda, akam yoki o'zingiz haydaydigan bo'lsangiz yoki keyin ham haydaydigan bo'lsalar, mashinani ham, o mashinamizda 3 xil pamyat sidenasi bor. Например, biriga o'zingiznikini qo'yib qo'ysiz bilaman, erkak kishiga yoqmaydi sidenani baki o'ylaga teganini. Biriga o'ziga qo'yib qo'ysiz, ikkiga keyin ham haydasalar, ikkiga o'zlaringiznikini qo'yib qo'yib bemalol o'zingizga nastroyga qilib ketaverasiz. Mashinamizga o'sha o'tirganimizda komfortlarimiz, zarulyon polniy multimedia, sizga polniy голосовое управление, nimaiki bo'lsa hammasi shu yerda bo'ladi. Xolos siz keyin bilan urishib qolsangiz ham голосовой bilan mashinani boshqarib ham ketsangiz bo'ladi, okay. Tablomizda bizda polniy elektronik bo'ladi. Hech qanaqa sifralar sizni aldab qo'ymaydi. Benziningizni litrigacha sizni hisob-kitob qilib hammasini qilib beradi. Mashinamizda head-up display, yo'llarda charchamaysiz, ya'ni monitorga qarab ketib, ya'ni yo'lni o'zida monitor bilan skoroslaringizni ko'rib ketaverasiz. Bu yerda CarPlay, o'zimizning alohida 12 zoomli ikkita monitorlarimiz bo'ladi mashinada. CarPlay Bluetooth'dan ulasangiz avtomatik bo'ladi, simsiz ham avtomatik CarPlay'lar ulanadi. Mashinamizda besprovodiy zaryadka, USB Type-C bemalol 912 limit kontrol bo'ladi. O'zingiz masalan muzdayda ketish xohlasangiz, bu yerdan onaxon yoki kenayimli o'tirib ketsalar, bemalol ularga ilg'am qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mashinamizda 360, tim bo'lmay kenayimlik ham, yosh ayollik ham zo'r bu, akam. 360 parkovka qilganlarida, kichkina tor ko'chalarda ham ancha udobniy bo'ladi bu mashinamizga. Mashinamizda kakras tog'li hudud, bekorga 7 ta o'rindiqli demagan bu. Ya'ni 6 ta sistemada ishlaydi. Eco, normal, sport va qorli rejim va balchiq rejim va 4x4 4 ta baloningiz ham tortib beradi. Panorama yuklarimizni ko'rganingizdek, anchagina ikkinchi qatori oxirigacha uzungina bo'ladi. Mana yozli hududga keldi. Mana qish keladi, avvalambor akalarim mana muzda ichadigan akalarim bo'lsa, barri ichiga ham solib qo'ysa, o'zida pashti xaladellikda muzdek qilib chiqarib beradi. Issiqda xolisda, qishda issig'i ham chiqarib beradi hammasi. Ko'rib turganingizdek, bu 8 Pro Max'imizda bo'ladi. Keling, xudo xolasa xarid qiling. Hammasi zo'r qilib, sizlarga afsuslarga qilib, choy ko'filar bilan kutib olib, akalarim, sizlarga mashinamni inshaalloh qilib beraman. Obzor yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Sergili Cherry avtosaloniga tashrif buyuring. Sizga zo'r qilib hammasini qilib beramiz, akalarim. Sizni kutamiz Sergili Cherry avtosalonida.